Assalomu alaykum metal marta obunachilari. Mana bugun biz Namangan shahar, Namangan tumanidagi 3-Doston ko'chagi obyektimizga kelganmiz. Bu obyektimizda общий 100 metr zina bo'lgani uchun biz dizaynidan kelib chiqib soqoli fasonimizni tanlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu soqoli fasonimizda bu obyektimizga общий 8 ta tumbadan foydalanganmiz. 10 ga 10 tumbalardan. Bular o'ta ham mustahkam, qishga, yozga, quyoshga chidamli nejavika mahsulotlarimiz. O'zingizlar tekshirib ko'rishingiz mumkin, ancha baquvvat. Mana bu yoqda zinalarimiz holatlarida ham ko'rishingiz mumkin. Zinalarimiz chiqish tushishiga 51 turbadan 10 ga 10 stoykalarimizdan foydalanganmiz. Soqalarimiz razmerlari 80 ga 25 hamda 90 ga 25 holatda qo'yilgan. Bu fasonimizning narxi 510 ming so'm 1 metr vodiy bo'ylab hisoblanadi. Turbamizning qalinligi 0.9 stenada, profillarimizni qalinligi 0.9 stenada hamda orasiga qo'yilgan guldan foydalanilgan 25 lik turbamizning qalinligi 0.7 stenada qo'yilgan bo'ladi. Mahsulotimizga 10 yilga zanglamasligiga hamda 1 yil tekin servis xizmatlarimiz bor. Agarda kimga shunaqa perilalar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Aytgan fasonlarda aytgandaqa qilib, xudo xolasa chiqarib beramiz.